Agar yuzlaringizga kosmetologga borib, qanaqadir ampulalarni olayotgan, vitaminlarni olayotgan bo'lsangiz, endi bunga Atmi kompaniyasida bitta yechimni tavsiya qilaman va o'zim foydalanib kelayotgan mana bu Shinoji Ampulni, ya'ni ampulani, 4 xil vitaminli ampulani sizlarga tavsiya qilaman. Hozir kartochkada yozilgan ko'rsatganim bilan, agar juda ham batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramga yozsanglar, nomer qoldiraman. Telegramda sizlarga hamma ma'lumotlarni tashlab beraman, hattoki foydalanishigacha. 4 xil vitamindan iborat bu birinchi hafta, ikkinchi hafta, uchinchi, to'rtinchi hafta, ya'ni har haftada alohida ishlatib borasiz bu ampulalarni. Mana 2 haftaligini tugatdim. Bugun C vitamini tugadi. Bugun goldligini ochaman. Kechqurun foydalanamiz. Yuzni albatta chuqur tozalab olganingizdan keyin bu ampulani foydalanishlikni tavsiya qilaman. Mana bunday. 3-haftani ishlatyapman. Effekt bomba. Juda ham zo'r. Qarangda qanaqa shunaqangi zo'r. Baribir brend kompaniyani mahsulotlari, kiyim-kechaklari hammasi sifat bo'yicha idishlarigacha bilib olsangiz bo'ladi. Bunday qilib qo'yamiz. Ochamiz. Buni asli vitamini mana bu tepada qopqog'ida bo'ladi. Ba'zi birovlar shunday ochadi-da, tashlab yuboradi-da. Siz birinchi mana bu boshqa ranglarda ko'k rangga aylanadi, sariq rangga aylanadi, mana shunaqangi degandiz, rangi chiqmadi deydi. Rang emas, vitamin mana bu tepasida turadi. Buni ishlatish, ochish mana bunday. Ko'rdingizmi? Bir haftalik $100. Mana bu ampula, 4 talik ampula, ya'ni 1 oylik $100. Siz kosmetologga borsangiz, bitta ukolni $80, $70 eng kamida foydalanasiz, to'g'rimi? Lekin uy sharoitida bu ampulani, bu vitaminni aslida kechqurun foydalanishligingiz kerak. Nega? Yuz chuqur tozalanishligi kerak. Yuz poralari ochilishi kerak. Bu vitaminlar asli o'sha terining ichiga kirib borishligi uchun va tinch holatda siz dam olishligingiz kerak. Yuz tozalangandan keyin mana bu yuzda qon aylanish, havo aylanish bo'lgan vaqtda mana bu olayotgan vitaminlaringiz haqiqiy effekt beradi. Siz ko'chada yuzingizni tozalatib, uyga yana kremlarni surtib kelasiz, ko'chada changda kelasiz, quyoshda kelasiz, shamolda kelasiz, yana ishingizni davom etasiz. Eslatib o'taman, yuzni chuqur parvarish qilib tozalash u kechqurun bo'lishi kerak. U uy sharoitida bo'lishi kerak. U tabiiy mahsulotlar bilan bo'lishi kerak. Ximikat qanaqadir ukollar bilan emas. Endi buni olamizda.